إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo yer kurrasiga insonni yaratib, insonni o'z holida tashlab qo'ygani yo'q. Birinchi yer kurrasida insonni yaratib, insonga hamma olamdagi narsaning nomlarini ta'lim berdi. Ya'ni وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Olamdagi hamma narsaning ismini Alloh subhanahu va taolo insonga ta'lim berdi. Agar Alloh bu ismlarni ta'limini bermaganda, yer kurrasida insonlar muomalasi bo'lmagan bo'lardi. Ya'ni bir narsaning nomi aytilishligi bilan insonning xayolida shu vaqtning o'zida ismlangan narsaning musammosi gavdalanadi. U ismlar shunday Alloh tarafidan bo'lgan ta'lim bo'lganligi uchun ismlar har qancha ko'p qator kelishligi bilan u so'zlardan gap tashkil topib, bu gapdan bir mafhum tezlik bilan insonga ma'lum bo'ldi. Va shu bilan inson unga shu ismlar bilan javob berdi va o'rtada insonlar o'rtasida tafohum paydo bo'ldi. Bu Alloh subhanahu va taoloning juda bir katta ne'mati. Inson bu ne'matni sezmasdan yashaydi. Biror bir inson ikkinchi bir inson bilan ko'rmagan holatda muomala qiladigan bo'lsa, u ismlar shaklini ifodalovchi harflar bilan bir xat deb atalgan narsani yozadi-da va u narsa oluvchi kishining qo'lida o'qilish bilan uning mafhumi namoyon bo'ladi. Unga shu xat deb atalgan narsaning shakllari bilan javob beradi. O'rtada yana tafohum paydo bo'ladi. Nun val qalami va ma yasturun. Iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqra va robbukal akram, allazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Alloh subhanahu va taolo insonni o'qishlikka buyuryapti. O'zining tarbiyat kunandasining ismini yod qilib, tarbiyat kunandasiga yaratuvdi. Yaratib ham insonni qo'yib qondan yaratgan edi. Va u qo'yib qondan yaratgan inson deb atalgan maxluqqa ta'lim bergan edi, qalam bilan. Agar inson shu qalam bilan bo'lgan ta'limni o'zi bir tasavvur qilsa, bu ne'matning kattaligidan yuragi yorilib ketishligi kerak. Qanday insonlar bir qalam bilan ba'zi bir narsalarning shaklini yozsa, ikkinchi odam undan bir katta bir mafhumni bilib, hayotning juda katta bir ma'nosini ifodalanadi. Unga shunday qalamning shakllari bilan yana bir ba'zi bir shakllarni ifodalovchi narsani jo'natishlik bilan tafohum paydo bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taolo buni ta'lim berdi. Va shu ta'lim bilan bashariyatga madaniyat siroyat qilib kirib bordi. Alloh subhanahu va taolo insondagi ne'matning birinchisini shu ta'lim berganligi. Bu so'zlar nihoyatda bir mahorat bilan insonning og'zida shakllanadi. Agar insonni og'zidan chiqayotgan so'zni shakllovchi bir xuddi shunaqa harflarni tashkil qiladigan bir jihoz o'ylab chiqqanda, insonlar hammasi hayrat qolib uni tomosha qilgan bo'ladi. Lekin inson o'zidagi bu katta bir ne'matni sezmasdan yashaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining yer yuzidagi xalifasi qilmoqchi edi. Shu inson Allohning yerdagi xalifasi bo'ldi. Va bunga katta bir mas'uliyat yuklandi.
agar insonga bir so'z aytilganda uning ma'nosini tushunishlik bo'lmaganda, bir kishi agar o'zbek tilida deylik, men tog'ga borib keldim desa, shu so'zni tushuntirish, agar men tog' va borib keldim ma'nosini mafhum bo'lmaganda, tushuntirishlik uchun inson yo u odamni qo'lidan ushlab borgan tog'ini ko'rsatib shu yerga borib keldim deyishligi kerak edi, yoinki shu tog'ni ko'tarib shu tushuntirayotgan joyga olib kelib ko'rsatishligi kerak bo'lgan bo'ladi. Oddiy bir kalimani tushuntirishlik uchun. Ammo inson bu juda ham murakkab bo'lgan ma'nolarni osonlik bilan gapiraveradi, tushunuvchi ham unga osonlik bilan tushunadi, yig'laydigan narsa bilan ta'sirlanib yig'laydi, kuladigan narsa bilan kuladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo va annahu huwa azhaka va abka. Alloh sizni kuldirdi va yig'latdi deydi. Mana bu insonni mukarram qilgan ne'matlarni inson sezmasdan yashayotgan ne'matning bittasi. Ulamolardan bittalari insonga bayon qilib gapirib maqsadini bildirish va o'rtada tafohumni paydo bo'lish ne'matini bilgan vaqtda shuni bildirishlik maqsadida o'zining hayotida bir o'tgan, hammamizning hayotimizda ham bir necha misollar o'tadi-yu, lekin bundan ibratlanmaganligimiz uchun o'tib ketaveramiz. Hammamiz o'tirgan soatda ulamolar bir mushuk yugurib kirdida nihoyat darajada hammaga yolbordi. O'zini hamma yolborish belgilarini qildi, lekin shu yerdagi katta ulamolardan birortamiz bu mushukning maqsadini tushunmadik. Shunda bir oddiy bir kishi shu mumkinki chanqaganlik uchun biror bir suv so'rayotgan bo'lsa deb suvni olib kelganda, u suvga tashnalik bilan suvga tashlanib, suvni ichib minnatdorchilik alomatlarini bildirib chiqib ketdi deydi. Agar insonga ham bayon ilmi berilmagan bo'lganda, hayotidagi bitta ehtiyojini bildirishlik uchun qancha bir harakatlar kerak bo'lgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bu bilangina bizni qo'yib qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi bilan inson o'rtasida davomiy aloqani bog'ladi. Bu aloqa islom istilohida rasul, nabiy deb ataladi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning bashariyatning dunyo va oxirat saodatiga sabab bo'ladigan yo'lni olib kelishdilar. Ular o'zlarining ra'ylaridan olib kelishganlari yo'q. Alloh subhanahu va taolo bildirdi, buni amonatni biror narsa qo'shmasdan va olib tashlamasdan yetkazishdilar. Rasul elchi, nabiy Alloh tarafidan xabardor bo'lib turuvchi kishi. Rasul elchilik vazifasini har bir payg'ambar o'tadi. Payg'ambarlar silsilasi Odam alayhissalomdan tortib to janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha keldi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning ba'zilarini nomini zikr qildi. Qur'oni Karimda 24 ta payg'ambarning nomi zikr qilinadi. Lekin biz bashariyat tarixida nechta payg'ambar o'tganligini biz jazm qilib ayta olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsushum alayk. Ba'zilarini sizga qissa qilib berdik, ba'zilarini qissa qilib bermadik deyapti Muhammad alayhisalomga Alloh taolo. Demak, Alloh subhanahu va taolo avvali insoniyatdan tortib janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha payg'ambar jo'natdi. Oxirgi payg'ambar janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'ldilar. Bu mo'jiza hammamizga ma'lum. Biror bir payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin 1400 yildan ko'p muddat o'tganda bir payg'ambarlikni da'vo qilgan bir odam chiqmadi. Bu mo'jiza oxirgi payg'ambar degan mo'jizani ham isbotlanadi. Juda oddiy yo'l bilan bo'lgan isbot.
Mabodo bir da'vo qilgan bo'lsa, uning kazzobligi nihoyatda bir sharmandalik holatida e'lon bo'lib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Alloh subhanahu va taolo butun olamga rahmat qilib jo'natdi. Bu kishi avvalda atroflardagi arab xalqlarini da'vat qildi. Keyin tamomiy yer kurrasidagi bashariyatni Alloh yo'liga da'vat qildilar. Butun yer kurrasidagi katta hukmdorlarga maktub yo'lladilar. Allohning yo'lini, tavhid yo'lini tushuntirdilar. Bu da'vatning avvali har darsimizda takror aytganimizdek tavhid, la ilaha illalloh kalimasiga chaqirdilar. Yer kurrasida, koinotda sig'iniladigan yagona ma'bud Alloh subhanahu va taolo deb chaqirdilar. U kishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan butun xalqlar o'rtasidagi husumat, takror aytamiz, Allohni inkor qilishlik husumati emas edi. Allohni inkor qilishmasdi. Allohni o'ldiruvchi deb bilishardi. Allohni tiriltiruvchi deb bilishardi. Allohni rizq beruvchi deb bilishardi. Allohni koinoti yerni boshqaruvchi deb bilishardi. Ammo ibodatda, ya'ni ibodat ma'nosini hammamizga tushunarlik, duodan tortib to Alloh subhanahu va taolo o'zi jo'natgan shariatda ko'rsatgan ibodatlar turlarigacha bo'lgan ibodatlarni yakka Allohga qilishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar chaqirishdilar. Mushriklar buni qabul qilishmadilar. O'rtalarida husumat, kelishmovchilik shu masalada bo'ldi, birodarlar. Tavhidga mushriklar qarshi chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sehrgar, junun, shunga o'xshagan ko'p yomon sifatlar bilan sifatlashdilar. Vaholanki 40 yoshlargacha u kishini Muhammad Amin deb laqablashardilar. Ya'ni sodiq va amin, omonatli kishi deb bilishardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xalqlarning ozorlariga sabr qildilar. Alloh subhanahu va taolo fasbir li hukmi robbika va la tuti' minhum atiman aw kafura. Siz Rabbingiz hukmiga sabr qiling degan. Inson hayotda xohlasa ham sabr qilib yashaydi, xohlamasa ham sabr qilib yashaydi. Xohlasin xorlik yo'lda sabr qilib yashaydi, xohlasa azizlik yo'lda sabr qilib yashaydi. Hayotda odamlarga sig'inib yashayotgan kishilar xorlik yo'lida sabr qilib yashashyapti. Allohning hukmiga sabr qiling degan buyruqqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam itoat qilib sabr qildilar. Jinoyatchi, nonkor kofirlarga itoat qiling degan buyruqqa bo'ysunib yashadilar. 13 yil muddatda Makkada tavhidga da'vat qildilar. U kishiga ergashganlar ham azob va uqubatni birga ko'tarishdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va ashoblarini Alloh taolo buyurdi Makkadan Madinaga hijrat qilishlikka. Ana u yerda Makkadan Madinaga hijrat qilib tavhid o'zlarining asosidagi hukmlarini barpo qildilar va shu bilan butun olamdagi hali aytib o'tganimizdek hukmdorlarga maktub yo'lladilar. Maktublari mana aslim taslam yu'tikallohu ajraka marratayn. Ya'ni islom keltirgin, salomat bo'lasan dunyoda ham oxiratda ham va senga Alloh subhanahu va taolo 2 ajr beradi. O'zingni ergashganing ajri va senga tobe bo'lganlarning sen ergashganliging sababli bo'lgan ajrini beradi deb 2 ajrni hukmdorlarga va'da qildilar. Haqiqatda ham bir kishi o'zining qo'l ostida ba'zi bir kishilar bo'lsa, u odam bir yo'lga ergashishligi bilan unga ergashgan odamlar ham shu haqiqatga ergashib ketadi. Shuning uchun ajrni 2 ta va'da qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatlarining hammasi umuman tavhid asosiga bo'lgan, birodarlar. Biz shu yerda 1-2 kalima Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning biz avval muhabbatlarini da'vo qilganimizdan keyin bu muhabbat uchun o'lchov hammamizga ma'lum bo'lgandek, kul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Allohning muhabbatini hamma da'vo qiladi. Lekin bu da'vo til bilan bo'lmaydi.
Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga ayting deyapti Alloh subhanahu va taolo, menga ergashinglar deyapti. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashsa, o'zining Allohning muhabbatini da'vo qilgan da'vosida sodiq kishidir. Bo'lmasam kofirdir. Alloh shunday sizlarni yaxshi ko'radi va gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh kechiruvchi va mag'firat qiluvchi, rahmdil zotdir. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat mizojiy masala bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni bu xohlasa qiladigan, xohlamasa bo'lmaydigan kishi bo'lmasligi, modomiki iymonni da'vo qilsak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi va nasi ajma'in. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Sizlarning bittalaringlar iymon keltirgan bo'lmaydi, hatto men otasidan, farzandidan, hamma odamlardan unga suyumli bo'lmasam dedilar. Mana bu muhabbat mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Iymon masalasi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqiqiy yaxshi ko'rishlikni belgisi birinchi u kishi olib kelgan Allohning kitobiga bo'lgan amal va u kishining sahih hadislariga bo'lgan amaldir. Va kelishmagan vaqtda Allohning kitobi va Rasulini sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklariga murojaat qilib, shuni hukmiga qalbida haraj qolmagan darajada ergashmoqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhabbat qilishlikni yana belgilaridan bittasi Alloh rasuliga muhabbat qilishlik. Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allohi va rasulihi wattaqulloh. Alloh rasulini oldida jur'at qilmanglar. Biror bir hukmni hayotda bilmay qolganda o'zini ra'yi bilan aytmasdan Alloh rasulining hukmini kutmoqdir. Alloh rasulining hukmi kelmasdan ilgari jur'at qilmaslik ham Alloh rasuliga muhabbat qilish alomatlaridan bittasidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishlik alomatlaridan asosiysi u kishining vasiyatlarini qilishlikdir. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini biz dadamiz qilgan vasiyatni bajargancha, agarki hayotda u kishining dadalarimizni hurmat qila olmasdan o'tgan bo'lsak ham, validalarimizni hurmat qilmagan bo'lsak ham, ammo bular vasiyatlari xususan ra'yimizga to'g'ri kelib qolsa juda ham mahkam ishlaymiz. Shu vasiyatlarini, dadamizning vasiyatini ushlagan bo'lganimizda biz juda katta bir musulmoni komil bo'lib ketgan bo'lardik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini mahkam ushlashlik bu vasiyatlarni birinchi bilishlikka bog'liqdir. U kishining vasiyatlaridan ba'zisini o'qib bermoqchiman. Inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadillu abadan kitobullohi va sunnati nabiyyi. Men sizlarga mahkam ushlasanglar hargiz adashmaydigan narsalar qo'yib ketyapman. Bu bittasi Allohning kitobi va payg'ambarning sunnati dedilar. Yana takror etamiz, mahkam ushlashlik deganda nimani tushunamiz? Agar bir kishining vasiyatini yozib bergan bo'lsa, mahkam ushlashlik nima? Qo'ltig'iga qistirib olishlikmi? Yo beliga bog'lab olishlikmi? Yo uyining eng to'risiga qo'yib qo'yishlikmi? Yo'inki uni har kuni ushlab o'tib turishlikmi? Vasiyatni mahkam ushlashlik degan vaqtda biz boshqa narsaga solishtirsak tushunamiz qolamiz. Albatta bu vasiyatni amal qilish. Ba'zi vasiyatlarni biz yozolmaymiz, birodarlar. Bu vasiyatlarni og'zaki eshitamiz, bu vasiyatni mahkam ushlagan kishi deb shuni vasiyatni qilib yurgan kishini aytamiz. Mana bizni ummat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu vasiyatini mutlaqo ushlamagan ummat deb atasak, Alloh saqlaganlar mustasno to'g'ri bo'ladi. Allohning kitobi, Muhammad alayhisalomning sunnatini hech bu vasiyatni ushlamagan, mahkam ushlamagan ummat. Mahkam ushlash, bunga amal qilish, birodarlar. Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Meni sunnatimni mahkam ushlanglar. Xulafa'ir roshidin mahdiyyin, hidoyatda bo'lgan to'g'ri yo'ldagi xalifalarning sunnatini mahkam ushlanglar. Tamassaku biha, takror etdilar. Mahkam ushlanglar. Biz shuning uchun har qanday odamning so'zini
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va xulafoi roshidin yo'liga taqqoslaymiz. To'g'risi qabul qilamiz, bo'lmasa devor ko'ramiz. Mana bu hozirgi vaqtda ham ba'zi kishilar tomonidan o'ylab chiqilayotgan yo'llar bu xulafoi roshidinning yo'li emas, birodarlar. Biz bu xulafoi roshidinning yo'liga to'g'ri kelmagan yo'lni zalolat deyishlikda shak shubha qilmaymiz. Mana shunday bo'lmoqligimiz kerak. Chunki bu vasiyatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlari. Biz muhabbatni da'vo qilganmiz u kishiga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan qizlariga qilgan vasiyat bu hammamizga ibrat bo'lmoqligi. Ya Fatimatu bint Muhammad salimi min mali ma shi'ti la ughni anki min Allohi shay'a. Imom Buxoriy rivoyati. Ey Muhammad alayhisalomning qizi Fatima dedilar. Fatimatu Zahra ahli jannatlarning sayyidasi deb Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tillari bilan bayon qilingan pokiza payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, yurishda, harakatda, gapirishda Muhammad alayhisalomga o'xshagan Fatimatu Zahrodan o'xshagan kishini ko'rmadim dedilar. Shunday o'xshardilar. Yurishlarida ham harakatlarda o'xshardilar. Oldilariga keldilar bir kun, kelganlarda quloqlariga bir so'z aytdilar, yig'ladilar. Keyin yana chaqirdilar, u quloqlariga bir so'z aytdilar, kuldilar. Shunda Oysha radhiyallohu anha aytdilarki, men sizga onalik hurmatim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizga ikkita so'z aytdi, nima dedilar? Dadamning sirini hargiz birovga aytmayman dedilar. Sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Vafot qilganlardan keyin endi ayting dedilar. Degan endi aytaman dedilar. Birinchi quloqimga aytgan so'z men dunyodan ketyapman dedilar. Shunda yig'ladim dedilar. Keyingi so'zlari meni avlodimdan, meni urug'larimdan, orqamdan eng tez boruvchi sizsiz dedilar. Shunda kuldim dedilar. Shu qizlariga bu kishini manoqiblari, fazilatlari hisobsiz birodarlar. Shu Fatima Zahroga aytdilarki, xohlagan molimni so'rang qizim dedilar. Bu menda bor narsa bo'lsa so'rang deraman. Ammo qiyomatda dadam payg'ambar deb, dadam menga najot beradi deb o'ylamang dedilar. Men sizga foyda yetkaza olmayman, amalingiz foyda yetkazmasa dedilar. Mana bu vasiyat har birimizning farzandimizni, xususan ahli ilm, o'zini ulug'zoda degan zotlarning har bir farzandiga vasiyat bo'lmoqligi kerak. Undan tashqari bir daqiq nuqtaki, qiz bola otasiga ko'p narsada o'g'il bolaga nisbatan ko'proq suyanadi. Ana bu suyangan tarafga qarab xitob qilinishlik yana bir ham katta hikmatdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agarchi o'g'illari kichkinaliklarda vafot etgan bo'lsa ham, "Man ata'ani faqad ata'a Alloh va man 'asani faqad 'asa Alloh." Imom Buxoriy rivoyatlari. Menga kim itoat qilsa, Allohga itoat qildi dedilar. Menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining xohishlaridan bir so'zni gapirmasdilar. Faqat Allohning buyrug'ini gapiradi. La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullohi va rasuluh. Imom Buxoriy rivoyatlari. Meni haddan tashqari balandparvoz qilib ko'tarmaylar dedilar. Ibn Maryamni nasoralar ko'targanda. 4-chi odam yo'q ketsin deb duoibat qildilar. Duoibatni mast qiluvchi ichimlik ichganlarga qilmadilar. Qimorbozlarga qilmadilar. Zoniylarga qilmadilar. Nihoyat darajada ko'p gunoh kabiralarni qilganlarga qilmadilar duoibatni. Hatto o'zlariga ozor berganlarga qilmadilar. Ammo payg'ambarlarning qabrini masjid qilganlarga la'nat e'lon qildilar, duoibat qildilar. Shuning uchun birodarlar, nima uchun? Bu shirkning asosi bo'lgan. Bu shirk amal bo'lgandagi yerda duo ijobat bo'lmasdi. Mustamlakachilar bemalol musulmonlarni xohlaganda mustamlaka qilib yashaveradi. Chunki ular dod degan sari duolar ijobat olmaydi. Shirk amaliga giriftor bo'lib ketgandek. Mana bu narsani musulmonlar bu nasihatga olmadi. Ammo dinning ashaddiy dushmanlari bu nasihatdan foydalanishdi. Chunki ular har bir masjidni, dunyodagi har bir burchakda masjid bo'lgan joylarni, qabristonni uni ichiga olib kirishlikka harakat qilishdilarda, shun bilan bularning shirk amallariga giriftor bo'lib,
payg'ambarlari la'nat qilgan kishilardan bo'lib qolishligini dushmanlar xohlashdi, birodarlar. Bu Imom Buxoriyning hadislari. Bu hadis oxirgi nasihatlari umrlardan ilgari eng zarur bo'lgan vaqtdagi qilgan vasiyatlardir, birodarlar. Vasiyat insonning ko'proq umrini oxirida bo'ladi. Vasiyatlardan bittasi: "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Men aytmagan so'zni meni aytdi degan bo'lsa, joyini do'zaxdan hozirlab olib turib aytsin dedilar. Bu so'z ham, birodarlar, shuning uchun hadis muboraklarni o'qishlikda men shu narsani ko'pchilik oldida kitobni ochib turib, rivoyatini o'qib aytib berishligini siri ham shu, birodarlar. Har qanday bir hadisni aniq bilsak ham shuni iloji bo'yicha qarab turib aytib berishlikka harakat qilaylikki, biror bir harfini o'zgartirib qo'ymaylik. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni aytdi deyish bu u kishiga xiyonat, shariatga xiyonatdir. Shuning uchun bu odam avval joyini do'zaxdan hozirlab tayyor qilib turib shu so'zni aytsin deyaptilar. Gunohlarning eng kattasi shudir, birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytayotgan vaqtda ehtiyotkor ulamolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar, "Aw kama qala", yo shunga o'xshagan dedilar deb qo'shib qo'yadilar. Qo'qqisdan biror bir harfni o'zgartirib qo'ygan bo'lsang, shunga o'xshagan degan so'zim bilan shu va'idga kirib qolmaydi dedilar. U kishining Imom Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan sahih hadislarda "Inni la usafihun nisa", men ayollar bilan, ya'ni nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Bu mahrami bilan ko'rishsa bo'ladi, birodarlar. Mahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishsa bo'ladi. Ya'ni nikoh mumkin emas. Mabodo volidasi, o'zining opasi, ammasi va xolasi, qizi va hokazo mahramlar. Mahram bo'lmagan ayol bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Bu vasiyatlaridan. "Man raqiba an sunnati falaysa minni", meni sunnatimdan bosh tortgan kishi mendan emas dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini masxara qilib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Meni sunnatimdan bosh tortgan odam mendan emas dedilar. Chunki o'zi u kishining yo'lini tutmagan odam, bu yo'l ma'qul bo'lmagan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining bezorliklarini e'lon qildilar. Va yana vasiyatlardan "Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'". Ey Alloh, men seni yordaming bilan panoh istayman foyda bermaydigan ilmdan dedilar. Ilm agar foyda bermasa, birodarlar, ilm shariat tarafiga yurgizmasa insonni, bu ilmdan to'ng'iz yeyishlikdan panoh istagandek, mast qiluvchi ichimlikdan panoh istagandek, mana bu Xudoyo o'zing saqlagin bunday ilmdan demoqligimiz kerak. Ilm insonni halokatdan chiqarib, saodat yo'liga yo'llaydigan bo'lmoqligi kerak. Mana bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan. Imom Muslim rivoyat qilganlar buni. Avvalgi "Man rag'iba an sunnati falaysa minni" muttafaqun alayh. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. "Man 'amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun". Bizi yo'limiz bo'lmagan ishni qilgan odamning ishi marduddir. Ya'ni hech qanday undan manfaati yo'q. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Maqbul emas, ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan bittasi shudir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan biz hamma so'zlarini, sahih rivoyatlarda kelganlarni tasdiqlamoqligimiz kerak. Shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga olib kelgan yo'llarning ichida biz ko'proq bu haqda bir munoqasha qilmagan darsimizdan bittasi Alloh subhanahu va taoloning ba'zi sifatlari Qur'oni Karimda va hadis muborakda kelgan sifatlarni albatta biz tasdiqlamoqligimiz kerak. Kayfiyatini, ya'ni qanday bu sifatni, kayfiyat holatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. O'zining zotiga
loyiq suratdadir deb bilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda yadullohi fawqa aydihim, Allohning qo'li odamlarning qo'lini ustida bay'at o'rnida kelgan. Demak, yadni isbot qildimi? Biz ham yadni isbot qilamiz. Yad ya'ni o'zbek tilida qo'l degani. Lekin u qo'l biz ko'rgan maxluqlardagi qo'lga o'xshagan deb bilmaymiz. Bu qo'l qanaqaligi o'zining ulug' zotiga loyiq bo'lgan yad ya'ni qo'li bor deb isbot qilmoqmiz. Yawma yukshafu an saqin, saq kalimasi ya'ni bizda boldir deymiz. Biz ko'rgan boldir emas. Alloh subhanahu va taoloning zotiga loyiq bo'lgan soq ya'ni boldirni isbotlamoqligimiz kerak. Xullas, Qur'oni Karimda va hadis muborakda sobit bo'lgan sifatlarni isbotlaymiz, kayfiyatini bilmaymiz. Tushunarli bo'ldimi? Agar mana shu sifatlarni isbotlamaslik juda bizni yomon oqibatga olib boradi. E'tiqodimizga putur yetkazadi. Mana bu sifatlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo o'zining samo, ya'ni osmonda ekanligini bayon qildi. Qur'oni Karimda ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus solih yarfa'u. Allohning huzuriga kalimut tayyib ya'ni pokiza kalimalar, zikrlar, amali solih ko'tariladi. Yarfa'uhu, Alloh o'zi uni ko'taradi. Aamintum man fis samai, osmondagi zotdan xotirjammisizlar? Demak, nas Qur'oni Karim bizga Alloh subhanahu va taoloning samo, osmonda ekanligini bayon qilyapti. Lekin biz u kayfiyatini bilmaymiz. Samo oliylikdan kinoyadir. Ya'ni yuqori oliylikdan kinoyadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana muttafaqun alayhi hadisda ala ta'manuni va ana aminu man fis samai ya'tini khabarus samai sabahan va masaan. Menga ishonmaysizlarmi? Men osmondagi zotning amonatdor kishisiman dedilar. Demak, bu hadislar sahih hadislar, muttafaqun alayh bo'lgan hadisda sabit bo'lyapti. Biz bunga e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo osmonda degan e'tiqodni bilmoqligimiz kerak. Lekin kayfiyat, qanday kayfiyat bizga ma'lum emas deb bilmoqligimiz kerak. Shu o'rinda Abu Hanifa rahimahulloh ba'zi so'zlarni keltiraman. Abu Hanifa rahimahulloh aytgan ekanlar, Aqidat at-Tahawiyani sharhida Man qala la a'rifu rabbi fis samai aw am fil ardi faqad kafara. لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أو أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء. فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر لأن الله أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. Abu Hanifa rahimahulloh aytgan ekanlarki, kim Rabbimni osmondan yerdan bilmayman deb e'tiqod qilsa, iymondan chiqadi, kofir bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun biz nas Qur'on hadisda sobit bo'lgan so'zlarni biz o'zimizda e'tiqodan bu narsa ko'rinish kerak, birodarlar. Biz ko'p narsa o'qiganimiz bilan oddiy bir aqidaning asosidan bilmasdan yashab qolmasligimiz kerak. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Imom Buxoriy Kitobut Tavhidda Abul Aliya va Mujohiddan Ar-Rahmanu alal arshi istawa deb istivoni tafsirida ala vartafa'a, ya'ni oliy va yuksalgan degan ma'noda bergan ekanlar. Ar-Rahmanu alal arshi istawa dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo a'loyi illiyin, ya'ni eng oliy maqomda ekanligiga dalolat qiladi. Shu narsadan biz e'tiqodimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Mana bu ham kitob va sunnatda kelgan Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilganligimiz qatoridagi e'tiqodlar jumlasidan bo'lmoqligi kerak. Bizning haqiqiy ahli sunnat va jamoat e'tiqodotidagi e'tiqodotlar kitob va sunnatda kelgan Allohning sifatlarini isbot qilamiz va shuni kayfiyatini biz Alloh subhanahu va taologa tafviz qilib topshiramiz. Tushunarlimi? Mana bu narsani biz hammamizning e'tiqodotimiz shunday bo'lmoqligi kerak.
Ey ikromlarni fazilatlardan biz Abu Bakr radhiyallohu anhuning fazilatlarini bahsini aytib o'tayotgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida juda ko'p fazilatlarni aytganlar. Shularning bahsini avvalgi darsimizda aytib o'tdik. Nafi' ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, kunna natahaddathu ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam inna khayra hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida shu narsani gapirib yurardiki, bu ummatning payg'ambaridan keyingi eng yaxshisi Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon radhiyallohu anhu derdik. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida shu so'zni aytardik, u kishi bizni bu so'zdan qaytarmasdilar demoqchi bo'lyaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida bu kishiga xos bir fazilatlardan ko'p aytgan so'zlarning ichida إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. من شن dedilar, joni va molida Abu Bakrdan ko'ra omonatliroq kishi bo'lmadi dedilar. Agar men odamlarning ichidan o'zimga fidoyi do'st tanlaganimda Abu Bakrni tanlagan bo'lardim. Lekin islomiy birodarlik yetadi dedilar. Masjidda hamma sahobalar bittadan masjidga darcha ochib olishgan edi uylarida. Masjidning atrofiga uy solinganda darchalar ochishgan edi. Shunday darchadan masjidga chiqishaverardilar. Hamma darchalar bekitilsin, Abu Bakrning darchasi qolsin dedilar. Minbarda Ali ibn Abi Talib turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni zikr qildilar. Biz Ali ibn Abi Talibni Abu Bakr radhiyallohu anhu haqidagi so'zlari bizga bir diqqatliroqki, ko'p adashgan toifalar Ali ibn Abi Talibning Abu Bakr radhiyallohu anhudan afzal deb e'tibor qilib, buni tagida Abu Bakr radhiyallohu anhuni sha'nlariga ba'zi pastlatuvchi, kamsituvchi so'zlarni aytadigan adashgan toifalar bu zarariga hujjat bo'ladi. Ali ibn Abi Talib minbarda turdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni zikr qildilar va aytdilarki, "Qulna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafot qildilar. "Vastukhlifa Abu Bakr fa'amila bi'amalihi." Abu Bakr undan keyin xalifa qilindi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishlarini tutdilar. "Va sara bi siratihi hatta qabadahu Allohu ala zalika." U kishini yo'llardan zarracha siljimasdan yo'naldilar, hatto Alloh shu yo'lda u kishini vafot toptirdi. Ya'ni biror marta payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini o'zgartirganlari yo'q. ثم استخلف عمر ibn Xattob xalifa qilindi. Fa'amila bi'amalihima Muhammad alayhisalom va Abu Bakrning yo'lini tutdilar. Va sara bi siratihima hatta qabadahu Allohu ala zalik. U kishi ikkovlarining yo'lini tutdilar, hatto Alloh taolo u kishi Umar ibn Xattobni vafot toptirguncha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida Abu Bakr radhiyallohu anhuda musulmonlarga, ashoblarga namoz o'qib berishlikka buyurdilar. Bu buyurganliklari o'zlaridan keyingi xalifa kim ekanligiga ishora bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan deydilar, Ali ibn Abi Talib o'tirgan edim. Shunda to'satdan Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar ibn Xattob keldilar. فلما نظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ثم قال: يا علي، لا تخبرهما. Ali ibn Abi Talib aytdilarki, Ali ikkovlari kirib kelyapti. Bu ikkovlari ahli jannatning yosh kattalarining eng sayyidlari bo'ldilar. Avvaldan to Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lganlar, ammo payg'ambarlar mustasno dedilar. Payg'ambarlardan boshqa ahli jannatlarning sayyidlari kirib kelyapti dedilar ikkovlariga. Keyin aytdilarki, Ali, bu xabarni ikkovlariga aytmang dedilar. Ali ibn Abi Talib ikkovlari o'tib ketgandan keyin bu so'zni aytdilar. Abu Bakr ibn Abi Awn al-Madini bu kishi tobiin kishilardan.
قال سمعت إبراهيم بن شكلة بن المهدي يقول تدرون لما خصصت ولد أبي بكر من ثلثي لأنه لم يعرف أحد من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خلف لعياله شيئا غير أبي بكر الصديق فإنه آثر الله ورسوله بما له كله فأحببت أن أكافئ ولد أبي بكر من مال دون من هو أقرب إلي رحمة. Bu kishi jihoddagi 3/1 tekkan ulushlaridan Abu Bakr radhiyallohu anhuning farzandlariga alohida mol ajratgan ekanlar. Ajratib aytgan ekanlarki, nima uchun men o'zimni ulushimdan Abu Bakrning rasulini qo'yib chiqib ketganlar. Hech qanday mol qo'ymasdan hammasini olib chiqqanlar. Shuning uchun Abu Bakr zotning farzandiga o'zimni ulushimdan ajratdim-u, qarindoshlarimga ajratmadim dedilar. İbn Şihab'dan rivayet qilinadiki, min fadli Abi Bakr annahu lam yashukka fillahi azza va jalla sa'atan qattu. Abu Bakrning fazilati shuki, Alloh haqida, Alloh azza va jalla haqida biror daqiqa bir shak qilmagan. Abdulloh ibn Abbosdan so'radim deydilar Shabiy. Man avvalu man aslam. Birinchi musulmon bo'lgan Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan islomni qabul qilgan kim deb so'radi. Faqola Abu Bakr as-Siddiq. Birinchi islomni qabul qilgan Abu Bakr as-Siddiq dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma ba'athallohu nabiyyan illa kana lahu waziran min ahli as-sama'i wa waziran min ahli al-ard." فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. Alloh taolo payg'ambar jo'natgan bo'lsa, osmon ahlidan ikkita vazir qilib berdi, yer ahlidan ikkita vazir qildi. Meni osmon ahlidan ikkita vazirim Jibril va Mikoil alayhissalom dedilar. Yer ahlidan bo'lsa Abu Bakr, Umar dedilar. Radiyallohu anhuma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, Mansur rivoyat qilib aytadilar. Man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Kim bugun roza tutdi dedilar. Qala Siddiq ana dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedilar. Qala man tasaddaqa minkum al-yawma ala sa'ilin bi shay'in. Biror bir so'ragan odamga biror sadaqa qilgan bugun kim dedilar. Qala Siddiq ana. Abu Bakr Siddiq men dedilar. Qala man aada minkum al-yawma maridan. Bugun kim kasalni ko'rdi dedilar. Qala Siddiq ana. Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedilar. Qala man shay'a minkum al-yawma janaza. Kim bugun bir janozada ishtirok etdi dedilar. Qala Siddiq ana. Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedilar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجمع هذه الخصال إلا لرجل من أهل الجنة. Buncha xislatni bir kunda Alloh ahli jannatdan bo'lgan kishigagina jamlaydi dedilar. Vaki' ibn Jarroh aytgan ekanlarki, bu kishidan eshitdim deydilar Abdulloh ibn Yunus. Laula Abu Bakr as-Siddiq zahaba al-Islam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida og'ir bir murtadlik vujudga keldi. Payg'ambarlikni da'vo qilgan kazzob paydo bo'ldi. Musaylama. Odamlar unga ergashib ketdi. Buni kazzobligi tezda ravshan bo'ldi. Lekin ungacha ko'p musulmonlar dindan qaytib ketdi, birodarlar. Islom yomg'irda qolgan bir qo'zichoqdek bo'lib qoldi. Hamma atrof Muhammad alayhisalom vafot qildi deb, endi bu dinni qutuldik deb, o'zi iymon keltirganlar, g'animat uchun, dunyo uchun iymon keltirganlar dindan qaytib ketdi. Islomning holi juda og'ir bo'lib qoldi. Mana bu holini bildirib aytadilarki, Abdulloh ibn Yunus aytadilarki, Vaki' ibn Jarrohdan eshitdimki, agar Abu Bakr as-Siddiq bo'lmasa islom ketgan edi dedi. Islom yo'qolib ketgan edi. Muhammad alayhisalom vafot qildilar degan narsani sahobalar tushuna olmadi. Umar ibn al-Xattobdek kishi ham qilichlarni sug'urdilar. Kim Muhammad alayhisalom vafot qildi desa, qilichdan o'tkazaman dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu shunday soatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jasadlarini ko'rganlardan keyin xutba o'qidilarda. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Va man kana ya'budu Alloha fa inna Alloha hayyun la yamut dedilar.
Kim Muhammad alayhisalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom vafot qildi, ibodatni to'xtatdi. Kim Allohga ibodat qilsa, Alloh o'lmaydigan tirik zotdir dedi. Shunday dedilar. Shu soatda shu so'z bilan va ma Muhammadun illa rasul oyatini o'qidilar. Muhammad alayhisalom Alloh tarafidan faqat elchi u kishi dedilar. Qad xolat min qablihi rusul, o'tgan payg'ambarlar ham o'tib ketgan, bu kishi ham o'tadi. Agar vafot qilsa dindan qaytib ketasizlarmi degan oyatni o'qidilar. Ana shu soatda Abu Bakr roziyallohu anhu ning hikmatlari bilan islomni go'yoki ashoblar Umar ibn Xattob aytadilar-ki, shu oyat yangi nozil bo'lgandek o'qidim deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan mavlolari rivoyat qiladiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana Isro bu Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga bo'lgan kechqurundagi sayr birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir oylik masofani bir ozgina muddatda shu borib keldilar. Isro oyat bilan sabitdir. Kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Lekin bu juda katta imtihon bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu yerda bu xabarni berishlik juda u kishiga og'ir bo'ldi. Odamlar inkor qilib boradi. Laylatan usriya bihi li Jibril alayhi salam inna qawmi la yusaddiquni faqala lahu Jibril bal yusaddiquka Abu Bakr as-Siddiq. Shu Isroni men odamlarga xabar bersam, meni tasdiqlashmaydi-da, endi iymondan qaytib ketib qolishadi. Meni hech kim tasdiqlamaydi deganlarda Jibril alayhisalomga Jibril alayhisalom aytdilarki, Abu Bakr as-Siddiq sizni tasdiqlaydi dedi. Birodarlar, bu kishining nomini Jibril alayhissalom aytayaptilarki, sizni Abu Bakr as-Siddiq tasdiqlaydi buni. Bakr ibn Abdullah aytadilarki, inna Abu Bakr lam yafdul an-nas bi annahu kana aktharuhum salatan wa sawman inma fadulahum bi shay'in kana fi qalbihi. Abu Bakr odamlardan ortiq bo'lganligi u ko'p namoz o'qib, ko'p roza tutganligi uchun emas, balki qalbidagi narsa bilan ortiq bo'ldi. Qalbida iymonlari shundayki, biror daqiqa shak shubha qilmaganlar. Umar ibn Xattobga bir kishi "Ma ra'aytu rajulan khayran minka", sizdan yaxshi ulug' odamni ko'rmadik dedilar. Faqala lahu Umar ra'ayta Abu Bakr, Abu Bakrni ko'rganmisan dedilar. Faqala la, ko'rmaganman. Qala law qulta na'am lajalattuka. Agar Abu Bakrni ko'rib turib meni haqimda meni yaxshi deganingda, seni darra bilan urib adablardim degan ekan. Abu Bakrni ko'rmagan ekansan, meni afzal desang, senga darra urmayman dedi. Birodarlar, ba'zi bir do'stliklarni, ashoblar o'rtasidagi do'stliklarni inson gapirgani hijolat bo'ladi. Bir tarafdan biz qila olmayotganligimiz, ikkinchi tarafdan buni odam tasdiqlarlarmikin deb o'ylanib ham qolasiz. Mana bu oyat nozil bo'lgan vaqtida وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Qalblaridagi ginani sug'urib tashlaganmiz. Ular bir-birlariga taxtlarda bir-birlariga qarab o'tiradigan do'stlar, jannatdagi shunaqa do'stlar, qalblarida gina adovat qolmaydi degan oyat sahobalar haqida, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu haqida nozil bo'lgan deyshar ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, Ali ibn al-Husayn, ya'ni Imom Husaynning o'g'illari, Ali ibn Abi Talibning nabiralari. Vallohi innaha lafihim unzilat. Ular haqida nozil bo'lgan. Fa fi man nazalat illa fihim qultu wa ayyu ghillin huwa. So'radiki, bu g'il nima? G'il ya'ni asli ichkarida turadigan bir gina kuduratda aytamiz. Ko'proq insonning yon biqin tarafida turgan odamzod ko'proq haligi gina adovatni mana bu joyga joylashligiga kinoya qilinadi. Qala bu g'il gina nima? G'illul jahiliyya. Inna bani Taym va Adi va bani Hashim kana baynahum fil jahiliyya. Bani Taym, bani Adi, bani Hashim qabilalarining o'rtasida jahiliyat davrida adovat bo'lgan edi. Falamma aslama haula'il qawm tahabbu. Bular islomni qabul qilganda bir-birlariga shunaqa muhabbat paydo bo'ldi. Fa akhadhat Abu Bakr al-khasiratu faja'ala Ali yaskhanu yadahu fayaqmudu biha khasirata Abi Bakr fanazalat hadhihi al-aya.
Abu Bakr radhiyallohu anhuni xosira oldi. Xosira ya'ni o'zining shu biqinida bir og'riq paydo bo'ldi. Og'riq paydo bo'lganligini birovga bildirmay turganida Ali ibn Abi Talib qo'lini qizdirib shu Abu Bakrni biqiniga qo'yardi. Ya'ni ichidagi bo'lgan shunday bir-birlari bilan kirishib ketganki, bir-birlaridagi og'riqni birlari sezadigan darajaga chiqib ketgan. Ularning qalblaridagi gina kudurat shu darajada ko'tarilib ketgan edi. Ali ibn Abi Talibdan rivoyat qilingan yana avvalgi hadislarda Muhammad ibn al-Hanafiyya bu kishi Ali ibn Abi Talibning o'g'illari. Bu kishi so'radilarki, "Qultu ya abiyati, man khayru hadhihi al-umma?" Bu ummatda eng yaxshisi kim deb so'radim. Dadamdan deydilar, Muhammad ibn al-Hanafiyya Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi ulug' kishi kim desam, qala Abu Bakr. Qultu thumma man, keyin kim dedim. Qala Umar. Qala fa khashita an aqula thumma man, keyin kim deb so'rashlikdan qo'rqdim. Dadamni ham shu navbatda bo'lishini orzu qilardim. Dadam 4-martabaga chiqib ketarmikin deb so'ramadim. Fa yaqula Usmon desalar, keyin martabada bo'lib qolarmikin deb faqultu anta ya abati, undan keyin sizmi dedim. Faqala abuka rajulun minal muslimin. Dedi musulmonlardan bir kishi xolos dedilar. Ali ibn Abi Talib Umar ibn al-Xattob Abu Bakr radhiyallohu anhu ga nisbatan shunchalik hurmatda bo'lganlar birodarlar. U bolalar firqalar, ular hammasi ular Abu Bakr radhiyallohu anhu haqidagi so'zlari hammasi bir u tuhmatdir. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni mana hammamiz bilamizki, ko'p qullarni ozod qilganlar. Bular ichida ozod qilgan qullarning ichida Bilal radhiyallohu anhu bittalari. Marra Abu Bakr ala Abi Jahl va huwa yu'azzibu Bilal. Umayyah ibn Xalafni quli edi bu kishi. Abu Jahlning oldidan o'tganda Abu Jahl ham azob berayotganligini ko'rdilar. Bilal radhiyallohu anhu. Va huwa yaqulu lahu irtadda va Bilal yaqulu la ahada illa iyyah. Dindan qayt, Muhammad yo'lidan qayt berdi, azob berdi. U kishi yakka Allohni isbot qilib aytadilar. Faqala Abu Jahl li Abi Bakr: "Ala tashtari minni akhaka?" Bu birodaringni sotolmaysanmi, bir azob beryapsiz. Qala bikam, qanchaga sotib olay? Qala bikada va kada, mashincha bersang sotamiz deydi. Qala Abu Bakr: "Fa iza qultu na'am faqad jazali?" Qala na'am. Xo'p desam, shun bilan meniki bo'ladimi bu dedilar. Ha deydi. Faqala Abu Bakr: "Qad akhadtuhu." Men oldim bo'lmasam dedi. Shunda qala li Bilal: "Izhab." Keyin boring dedilar Bilal roziyallohu anhu. Fa innaka liman aslamta lahu. Siz kimga taslim bo'lib, kimga iymon keltirgan bo'lsangiz shunikisiz dedilar. Ya'ni men buni Alloh yo'lida ozod qildim. Fabalaga Abu Bakr anna Bilalan yaqulu wallahi inni la u'azzinu li ahadin ba'da Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin azon aytishni to'xtatganlar. Chunki u kishi ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganlarda o'zlarini yo'qotib qo'yar ekanlar. Bu azon kalimasini aytganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda oldlarida turardilar. Endi u kishidan keyin bu kishi yo'q, u vaqtida bu Muhammad alayhisalomni Allohning rasuli deyotgan vaqtda yo'qliklarini bilishdan keyin aytolmay qolar ekanlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin azon aytishni to'xtatganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ga xabar yetdiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin azon aytishga taklif qilmay azon aytmayman deganlar. Faqala ma kana li Bilal an yaqula zalika. Bu kishi aytdilarki, Bilal shunday demasa bo'lardi, azon aytib tursa bo'lardi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni muazzinlari edi deb dedilarda. Faja Abu Bakr radhiyallohu anhu keldilar Bilal Habashiyning oldilariga. Faqala kelib shu azon aytib tursangiz bo'ladi deganlarda Bilal radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "In kunta a'taqtani li akuna ma'aka lazimtuka wa in kunta a'taqtani lillahi fakhallini wa man a'taqtani lahu." Faqala Abu Bakr: "Bal lillahi azza wa jalla." Agar meni doim yoningda yurishlik uchun ozod qilgan bo'lsangiz, oldingizda yuraman dedilar. Yo'q, meni ozod qilgan bo'lsangiz Alloh uchun, meni Allohim bilan, Rabbim bilan qo'yib qo'ymayman dedilar. Shunda men Alloh azza va jalla uchun ozod qildim dedilar. Keyin odamga taklif qilmadilar. Bu kishi
azon aytmaganlar, magar Qudusning fathida Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Qudusni fath uchun borganlarida, shunda Qasrul Abyad, bu oq qasrni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va'da qilganlar, Rum va Farslar sizlarning qo'lingizga o'tib, oq qasrlar sizlarni meni ummatlarim fath qiladi bir kuni deganlarida, shunday katta bir tantanada turganlarda, hammalari Umar ibn al-Xattobdan so'rashdilarki, Bilal Habashiyni bir azon aytishligini, buyruq qilishligini, shunda azon aytdilar. Shunda ana shu va'dani eslab azon aytildi, hamma shu yerda yig'lashdilar, soqollari uyib ketishdi sahobalar. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu shunchalik hassos edilar. Biz inshaalloh keyingi darslarimizda ham davom ettirsak kerak. Bu kishini haqlarida aytilgan nihoyatda ko'p so'zlar bor. Bu so'zlar hammasi bu kishining qanchalik ulug' zot ekanliklariga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto bularning ashoblarni Abu Bakr radhiyallohu anhu dan ba'zi ashoblar rivoyat qilishganlarki, Alloh rasuli bezordir, Abu Bakr bezor bo'lgan kishidan degan so'zlar ham bor birodarlar. Bu juda katta bir maqtov insonga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga keldilar. Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilar. Va Abu Bakr an yaminihi va Umar an yasarihi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'ng taraflarda, Umar ibn Xattob chap taraflarda edi. Faqala hakaza nub'atu yawm al-qiyamah. Qiyomat kunida shunday qo'porilamiz, o'rnimizdan shunday turamiz dedilar. Ya'ni yonimda ikkovlari bo'ladi dedilar. Bu nihoyat darajada katta bir fazilat bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarildilar. Inni sa'ata laqa'imun 'alal hawd. Men hozir Havz-i Kavsarni ustida turibman dedilar. Ya'ni u kishiga Alloh subhanahu va taolo jannatni shu minbarda turganlarda ko'rsatdi. Havz-i Kavsar ustida turibman dedilar. Shunda qala kayfa inna 'abdan 'uridat 'alayhi ad-dunya wa zinatuha fakhtara al-akhirah. Falam yaqul laha ahadun min al-qawmi illa Abu Bakr. Bir bandaga dunyo va zinatlari ko'ldalang qilindi. U kishi oxiratni ixtiyor qilib, dunyo va zinatlarni ixtiyor qilmadi. Deganlarda bu so'zni da Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ladilar. Shunda bu chol nimaga yig'layapti deb hamma sahobalar tushunadi deydilar. Har bir odamga dunyoviy zinati ro'para qilinsa, oxirat ro'para qilinsa, oxiratda haqiqiy banda ixtiyor qiladi-da deganlarda, shunda aytdilarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab, bi abi anta va ummi bal naftika bi amwalina va anfusina va avladina. Ota onam fido bo'lsin, otam fido bo'lsin, onam fido bo'lsin sizga dedilar. Balki mollarimiz, jonlarimiz, avlodlarimizni fido qilaylik sizga dedilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbardan tushdilar-da, undan keyin minbar ustida qaytib ko'rilmadilar. Ana Abu Bakr radhiyallohu anhu shunchalik hassos, ziyrak edilar. Shu so'zni ham yagona bu kishi tushungan edilar. Qur'oni Karimda sura Tahrimda fa innalloha va malaikatahu va Jibril va Mikal va solihul mu'minin shu oyati borki, Alloh va butun Jibril, Mikoil, malaikalar va mu'minlarning solihlari va malaikatu ba'da zalika zahir, payg'ambarning yordamchisi orqasida turadi deganda solihul mu'minindan murod kim deyilganda, mana Zahhaq mufassir aytgan ekanlarki, Abu Bakr va Umar degan ekanlar. Ya'ni kim rasuliga ozor beradigan bo'lsa, rasulini orqasida Alloh va malaikalar, Jibril va mu'minlarning solihi himoyasida turadi deganda, kim mu'minlarning solihi? Abu Bakr va Umar ibn Xattob degan ekan. Abu Bakr va Umar ibn Xattobni Alloh subhanahu va taolo o'zini va malaikalarning safida zikr qilgan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana solihlarning zikri bo'lgan vaqtda o'zining rahmatini nozil qiladi. Solih kishilarni eng ulug'lari sahobalar. Sahobalarning ichida eng ulug'lari mana Abu Bakr radhiyallohu anhu. Shu kishining fazilatlari haqida o'qilayotgan bo'ldi. Inshaalloh bu dars inshaalloh davomida boshqa sahobalarning ham fazilatlari o'qilinadi. Bu hadisni birodarlar yozishda nihoyatda o'zi to'g'ri yozilmabdi, lekin ma'nosi bu hadis sahih emas. فمن زارني حاجيا
faqad zara alf nabiyyin degan ma'no bo'lsa kerak, lekin bu hadis emas. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin. Shu darsimizni davom etishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Va shu darsni faqat eshitib qo'ymasdan amal qilishga Alloh tavfiq bersin.